Shoshilinch tezkor xabar. Yalla guruhi ansamblining solisti Farruh Zokirov haqida bugun tongda kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Xalq chuqur qayg'uda qoldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston va boshqa davlatlarda ham mashhurlik cho'qqisiga erishgan Ko'ksaroy qarorgohida milliy estrada san'atining yorqin namoyandasi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirovning 80 yillik tavalludi munosabati bilan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Unda davlat va jamoat arboblari, madaniyat va san'at namoyandalari, ijodkor ziyolilar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda Zokirovlar sulolasining milliy musiqa va qo'shiqchilik san'ati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi alohida ta'kidlandi. Xususan, Karim Zokirov asos solgan san'at maktabi va Botir Zokirovning boy ijodiy merosi xalqimizning ma'naviy boyligi sifatida e'tirof etildi. Farruh Zokirov ana shu an'analarni munosib davom ettirib, milliy estradani yangi bosqichga olib chiqqani san'atkor sifatida qayd etildi. Bugun san'atkor nomi Yalla ansambli bilan chambarchas bog'liq bo'lib, jamoa 55 yildan beri mamlakatimiz va jahon sahnalarida chiqish qilib kelmoqda. Ularning qo'shiqlari milliy madaniyatimizning oltin fondidan o'rin olgani ta'kidlandi. Tantanada san'atkorning ko'p yillik samarali mehnati va madaniyatimizni rivojlantirishga qo'shgan hissasi munosabati bilan u buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Shuningdek, Yashnobod tumanidagi 7-sonli bolalar musiqa va san'at maktabiga Farruh Zokirov nomi berilishi ma'lum qilindi, deyiladi xabarda.